Bismillahirrahmanirrahim. Sura İbrahim. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nuri بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra. Bu Qur'on shundoq kitobdirki, ey Muhammad, uni sana kishilarni Parvardigorining izni bilan qorong'ulikdan, ya'ni kufridan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqarishing uchun g'olib hamma tillarda madhilangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nozil qildik. Allohillazi lahu ma fis samawati va ma fil ard va waylun lil kafirin min azabin shadid. Osmonlardagi va zemindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Qattiq azobdan kafirlarga voy. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Ular bu dunyoni oxiratdan ortiq ko'rdi. Kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan to'sidi. Allohning yo'lining agri bo'lishini tilaydi. Ular haqdan yiroq bo'lgan gumrohlikdadir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Qandoqli bir payg'ambarni avatmayli, uni biz o'z qavmiga Allohning shariatini bayon qilish uchun faqat o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib avatdik. Alloh xohlagan odamni gumroh qiladi, xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliğ qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allohning ilkidir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Biz Musoni mo'jizalarimiz bilan haqiqatan payg'ambar qilib avatdik. Uningga dedikki, qavmingni qorong'ulikdan, ya'ni kufridan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqargin. Ularga Allohning ne'matlarini aslatgin. Buningda balog'i sabr qilg'uchi, ne'matga shukr qilg'uchi har bir bandi uchun albatta nurg'un ibratlar bor. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Musa o'z vaqtida o'z qavmiga Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Alloh o'z vaqtida sizlarni Fir'avn qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni
qattiq qiynaytdi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaytdi. Xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiratdi. Buningda Parvardigoringlar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi, dedi. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Öz vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni teximiz ziyoda qilaman. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi deb jakarladi. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Musa öz qavmiga: agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhiyalashga loyiqdir, dedi. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. Sizlerden ilgiri ötken Nuh, Ad ve Samud kavimlerinin ve ulardan keyin kelgen sonini fakat Allah biladigan ümmetlerinin xabari sizlerge yetmedi mi? Ularga peygamberleri mucizeler bilen keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning eg'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarliginglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishqa haqiqatan zo'r gumondimiz, dedi. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Peygamberleri osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohning birligida shak bormi? Alloh gunohlaringlarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajilinglar yetguncha ta'xir qiladi, dedi. Ular: sizlar faqat bizga o'xshash inson. Ota-bovlarimiz ibodat qilib kelayotgan butlarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq pokit ko'rsatinglar, dedi. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Peygamberleri ularga biz fakat
sizlarga o'xshash insonmiz. Lekin Alloh bandalaridan xohlagan kishilarga payg'ambarligini marhamat qiladi. Allohning iznisiz sizlarga hech qanday pokit ko'rsatalmaymiz. Mo'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Allah bizni Allah'ni tanıydıgan yollarımızga yetakligan tursa, nemishqa Allohga tavakkul qilmayli. Bizga yetkizgan aziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Tavakkul qilguvchilar faqat Allohga tavakkul qilsin dedi. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Kapırlar peygamberlerge sizlarni zeminimizdan çoqum haydab chiqiramiz yoki çoqum bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi. Zolimlarni çoqum halak qilamiz. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Ularni halak qilgandan keyin zeminda çoqum sizlarni turg'izimiz. Bu, ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Har bir uchiga chiqqan tarso, shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadan kashlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. Uning oldida jahannam turdi. Jahannamda u yiring aralash suv bilan sug'uriladi. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Uning ochiqligidan uni yutumlab ichib taslikda yotadi. O'lim uni qo'rishib oladi. Lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Parvardigorini inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol uchirib ketgan bir dövi kulga o'xshaydi. Kofirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun ozroqmi savobga erisholmaydi. Bu cho'nqur ezishdir. Ya'ni cho'ng ziyondir. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosida yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'rmadingmi? Agar Alloh xolisa,
ey insonlar, sizlarni yo'q qilib etib, o'rninglarga sizlardan yaxshi yangi odamlarni yaratadi. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Bu Allohga qiyin emas. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Ular, yani xaloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlaridan chiqib Allohga muloqot bo'ladi. Ojizlari, yani agashkuchilari, mutakabbirlariga, yani agashturgichilariga, shubhisizki biz sizlarning agashkuchilaringlar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan ozroq dab'i qilalamsizlar deydi. Ular, Alloh bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilatdik. Biz mayli noli faryod qilayli, mayli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q deydi. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. İş bitkende, yani hesap tügep, cennetiler bilen do'zaxiylar ayrilib bo'lganda, shayton Alloh haqiqatan sizlarga itoat qilguvchini mukofotlash, osiylik qilguvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufriga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lg'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikka da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqizolmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqizolmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatni sherik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Shubhisizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga dochar bo'ladi, deydi. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlar Pərverdigarının izni bilan ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kiradi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom beradi.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Allah'ның mundaq bir təmsil görsətkenlikini görmedinmi? Kalima tayyiba, yani yaxşı söz, iman kalimisi, yıldızi yerinin astıdı bolğan, şeyhi osmonga taqashqan. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Parvardigorning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Alloh kishilarga vaz nasihat olsun deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Yaman söz, yani küfrü kelimesi zemindin qo'mirib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah müminlerini mustahkam iman bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izadi. Allah zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Allah xolig'ini qiladi. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Allah'ның bergen nimetiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmedingmi? جهنم يصلونها وبئس القرار. Halokat mavqasi jahannamdir ki, ular jahannamga kiradi. U nima degan yomon joy. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un butlarni sherik qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar. Shubhisizki sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Mümin bendelerimge aytqin ki, ular namozni ado qilsin. Oldi satdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yoshirin va oshkori yo'sinda sadiqa qilsin. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq qilib,
nurg'un meyvelerini o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kemalarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Allah sizlarga so'ragan narsanglarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matlarini sanab tugatolmaysizlar. Kafir odam shak shubhisizki zulm qilg'uchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchidir. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ Öz vaqtida İbrahim aytdi: Parvardigorim, bu joyni, ya'ni Makkani tinch joy qilib bergin. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Parvardigorim, ular, ya'ni butlar nurg'un kishilarni ozdirdi. Kimki menga ergashgan ekan, u mening dinimdadir. Kimki menga osiylik qilgan ekan, sen albatta uningga mag'firat qilishga va marhamat qilishga qodirsan. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini, ya'ni bolam Ismoil bilan ayolim Hojarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatlik uyingning qiyshidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. Ularni shukr qilsin deb turli meyvelarni ularga rizq qilib bergin. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Parvardigorimiz, sen bizning yo'shurun va oshkora qilganlarimizni bilib tursan. Osmon zemindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. Alhamdulillahillazi wahaba li alal kibari Ismoil va Ishaq. Inna robbi lasami'ud du'a. Jimi hamdu sana yaşang'inimda mana Ismoil bilan Ishoqni bergan Allohga xosdir. Parvardigorim, haqiqatan duoni anglab turg'uchidir. Ya'ni duo qilg'uchining duosini ijobat qilg'uchidir. Robbi ij'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal du'a. Parvardigorim, meni va bir qism avlodimni
namozni ado qilg'uchi qilg'in. Parvardigorimiz, duoyimni qabul qilg'in. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Parvardigorimiz, hisob oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Zalimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Alloh ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chakchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktiradi. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Bu kunda ular başlarını kötürüp olg'a qarab chopadi. Ko'zlari echilib qoladi. Tengri qig'anlikdan dillari aql idrokdan xoli bo'lib qoladi. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Ey Muhammed, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin. Bu kunda zolimlar Parvardigorimiz bizga qisqagina vaqt muhlat bergin, ya'ni dunyoga qaytirgin. Da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga agishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. O'zlariga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi. Ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin putmaganlarning ahvolini bayon qildik. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rivatgudek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qiladi. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Allah'ni payg'ambarlarga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagin. Allah haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlaridan intiqom olguchidir. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. O kunda zemin mu başka bir zeminga, osmonlar mu başka bir osmonlarga aylanadi. Ular, ya'ni butun xaloyiq qabrlaridan chiqib, yegona qudratlik Allohning dargohida, ya'ni mahshargohda hozir bo'ladi.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Ey Muhammed, u kunda gunohkorlar, ya'ni kuffarlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rasan. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Ularning ko'ngliki qora moydin bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Allah her kişinin qilmishiga qarab shundoq jazo beradi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Kişilerinin agahlandırılışı, Allah'ın bir işkellikini bilişleri, akıl ilgilerinin vaz nasihat ilişleri üçün bu Kur'an tebliğdir. Yani kişilerge tebliğ kılış üçün nazır.